Bir kuni Muso alayhissalom betob bo'lib qoldilar. Shunda Allohga duo qildilarki: "Ya Robbim, menga shifo ato etgin, bu bemorlikni mendan ketkazgin" deb duo qildilar. Shunda Allohdan nido bo'ldiki: "Ey Muso, uyingdan chiqqin, falon joyda bir daraxt meva bor, shu daraxtning mevasidan iste'mol qilgin, albatta bemorligingga shifo bo'ladi" deb nido bo'ldi. Shunda Muso alayhissalom borib o'sha mevadan yegan edilar. Hech narsa ko'rmagandek tuzalib ketdilar. Allohga shukrona aytdilar, duo qildilar. Oradan ancha vaqt o'tdi. Muso alayhissalom yana o'sha bemorlikka duchor bo'ldilar. Og'rib yotib qoldilar. Shunda arang joylardan turdilar-da, haligi Alloh nido qilgan o'sha daraxt yodlariga tushib, o'sha daraxt mevasidan yedilar. Daraxt mevasidan yedilar-da va hech narsa sezmadilar, bemorliklari tuzalmadi. Shunda Allohga duo qildilar: "Ya Robbim, bu ne holatki, oldingi bemorligimda sen mana shu mevadan yeyishimni menga buyurgan eding va dardimga shifo bo'lgan edi. Endi esa yana shu kasallikka chalindim, lekin bu meva menga shifo bo'lmadi" deganlarda Allohdan nido bo'ldiki: "Ey Muso, ilgari sen shifoni mendan so'ragan eding. Men esa mana shu daraxt mevasini senga sabab qilib shifo bergan edim. Lekin sen bu safar shifoni mendan emas, daraxtdan kutding. Ey Muso, bilib qo'yginki, mendan so'ragan bandamni men hech qachon g'aflatda qo'ymayman" degan Allohdan nido bo'ldi. Shuning uchun aytishadiki, har bir muhtojlikni Allohdan so'rash kerak. Alloh bir narsani sabab qilib, u muhtojlikni ketkazar ekan. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin.